Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan 2026-yil 14-mart SAT imtihonida tushgan savollar bazasidan birinchi variant yechimini ko'rib chiqamiz. Savollar bazasi birozgina kattaroq tuzilganligi va ichida xatoliklari ko'p bo'lganligi uchun mana shu bazani 22 talik testlarga bo'lib ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Bu video Messages jamoasi tomonidan YouTube kanal uchun maxsus tayyorlandi. Agar siz hozirgacha YouTube kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyin SAT bo'yicha videolar sonini ko'paytirib boramiz. Demak, boshlaymiz. Birinchi variant. Xo'p, bu video asosan imtihonga kirib chiqqan va deyarli tayyor bo'lgan ustozlar uchun tayyorlanayotganligi uchun noldan tarjima qilish usullarini tushuntirib o'tmayman. Asosan savolni yechilish usullariga to'xtalib o'taman. Birinchi savol: local gym gapning egasi kimdir yoki nimadir? Local gym offering nimadir qilyapti? Ega hamda kesim. 25% discount. Discount so'zini tarjimasini yozib qo'yaman. Discount bu chegirma. 25% chegirma qilyapti. Annual membership. Yillik a'zolik uchun 25% chegirma qilyapti. Xo'p. Regular cost of annual membership. Mana bu joyga e'tibor qilamiz. Regular cost degani odatiy narxi annual membershipni. Regular deb yozaman. Regular cost. Odatiy narxi $288. Endi 25% chegirma qilsa agar discounted cost qancha bo'ladi? Ya'ni chegirma narxi. Discounted cost. 25% chegirma qilinsa, hop, 288 ko'paytirilgan 0,75 bo'ladi. Ya'ni 75% narxida sotiladi. Bizdan so'ralayotgan savol how much, qanchaga kam, less, kam, discounted cost, chegirma narxi, o'sha a'zolikni chegirma narxi, ya'ni mana bu narx qanchaga kam, dan ko'ra nimadan? Regular cost, odatiy narxdan qanchaga kam. 288 dan ayirishim kerak mana buni. Bu 288 ni qarsini tashqariga chiqarsam 288 ko'paytirilgan 0,25, ya'ni 1/4 bo'ladi. Bu 72 ga teng. To'g'ri javob B. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolga e'tibor bering. When, qachonki o'zi aslida biz qoidamizga ko'ra birinchi gapgacha, birinchi vergulgacha birorta son ko'rmadik. Demak, bu gapni tarjima qilishimiz shart emas. Imtihonda ham matematika ustozlariga bunaqa uzun gaplarni tarjima qilish anchagina vaqt oladi va bu ishni qilmaydi ham. O'shaning uchun asosiy o'zimiz bilgan usullarda yechamiz. Massa of sample. Samplening massasi 530 ming milligram. Demak, dastlabki massa 530 ming milligram. Massa of sample. O'sha sample namunaning massasi decrease. Mana bu kalit so'zlardan biri. Decrease degani bu kamayadi. Kamayadi. Half. Bu ham kalit so'z, yarmiga kamayadi. Approximate, taxminan har 5 kunda. Every, har 5 kunda yarmiga kamayadi. Bu degani 1/2 darajada t/5 olamiz. O'sha namunaning massasining kamayishini funksiyasi bo'ladi bu. Half, yarmi bo'lganligi uchun 1/2 oldik. Har 5 kun bo'lganligi uchun t/5 ga oldik. Bizdan so'rayotgan narsa which of the following, quyidagilarning qaysi biri closest to, eng yaqin massasiga. Sample 35 days after. 35 kundan keyin scientist began, boshlanganidan, observing, kuzatishni, sample, o'sha namunani kuzatishni boshlaganidan so'ng 35 kundan keyingi massa. Ya'ni t teng 35 da y nimaga teng bo'ladi deb so'rayapti. Joyiga qo'yadigan bo'lsam 35 ni, y teng bo'ladi 530 ming 1/2 ning 7-darajasi. Demak, 530 mingni bo'ladigan bo'lsam 2 ning 7-darajasi 128 ga, bu taxminan teng bo'lar ekan kalkulyatorda 4141. Kalitlarning orasida eng mos keladigan javob A javob. Xo'p, 3-savolga o'tamiz. 3-savolda menimcha ko'pchilikda muammo bo'lmagan. Function, funksiya berilgan, funksiyaga qaraymiz. Funksiyada nechta nomalim bor? W hamda F. Mana shu beradi area, yuzasini. Nimaning yuzasi? Rectangle.
to'rtburchakning yuzasi of qoidasiga ko'ra bitta orqaga qayta oldik. Demak, f yuza nimaning yuzasi? To'g'ri, to'rtburchakning yuzasi. To'g'ri, to'rtburchak. Endi square feet birligi. If agarda width kengligi w feet. Demak, bundan n desam ham bo'ladi. N width deb yozib qo'yamayli. Lug'at bo'lsin. Width n w ga teng ekan. Endi e'tibor bering. F yuzani bildirsa, to'rtburchakli yuzi. F w 6 ta w kvadrat. Bu degani 6 ta w ko'paytirilgan w degani. Mana bu n bo'lsa, 6 ta w bu bo'yi bo'ladi. Yuzani berish uchun n ni bo'yiga ko'paytirishim kerak. Bizdan so'rayotgan narsa nima? Which of the following quyidagilarning qaysi biri best interpretation eng yaxshi izohi bo'ladi? Eng yaxshi izoh, interpretation degani izohi mana bu ifodani w teng bunda 13 ga, f teng bo'lyapti 1014 ga. W nima edi bizda? N'midi, width'midi. Demak, agar width 13 ga teng bo'lsa, yuzasi 1014 degan javobni belgilashim kerak. Javobga qarayman. Width of rectangle. O'sha rectanglening kengligi 13 feet bo'ladi. 13 bo'lsa, then u holatda area of rectangle, to'rtburchakning yuzasi 1014 ga teng. Javob to'g'ri bo'ldi. B javobda uzunligi 1014. Xato. Bu yerda kengligi 1014 teskarisini berib qo'yapti. Bu yerda ham 1014 deb kengligini teskarisini aytib qo'yapti. O'zi kengligi 13 A hamda B javoblarda o'shandan faqatgina A to'g'ri. 4-savolga e'tibor beramiz. Xo'p, 4-savol. Beginning of year. Birinchi gapgacha o'zi tarjima qilishimiz shart emas edi. Xo'p, so'zlar qiyin emas ekan, tarjima qilib qo'ydik. Beginning boshlanishi, year yilning boshlanishida Imani has egaydi $170 akkauntida. Demak, boshlanishida $170 puli bo'lgan akkauntida. Undan keyin each month har oyda this year bu yildagi har oyda she will deposit u deposit kirityapti between orasida $30 dan $60 gacha akkaunt. Ya'ni akkauntiga har oyda $30 dan $60 gacha deposit kirityapti. Bizdan so'rayotgan narsa nima? Har oydagisi berilgan bo'lsa, odatda qanchadir vaqtdan so'ng qaysi oralikda bo'ladi, uni puli deb so'raydi. Bunda ham savolda ham xuddi shunaqa. Which inequality, qaysi tengsizlik, represent degan ifodalaydi all possible, barcha mumkin bo'lgan qiymatlari, total number umumiy soni x bu yerda pul ekan. Imanining accounti after keyingi 10 oy keyingi o'sha deposit this year. Deposit qilganidan so'ng 10 oyda. Endi har oy minimal $30 dan deposit qilyapti, maksimal $60 dan. Minimal hisobda $170 o'zida dastlab akkauntida puli bo'lsa, minimal har oyda $30 dan pul qo'ysa ham $30 dan 10 oyda mana shuncha pul qo'yadi. Bu minimali. Endi mana bu yozib qo'yay, x minimum puli. Endi $170 puli bor. Endi maksimal har oyda $60 dan 10 oy pul qo'yadigan bo'lsa, hop, uni pulining x maksimal qiymati mana bunga teng bo'ladi. Bu 300, 170 qo'shsam 470, 600, 170 qo'shsam 770. Demak, uning puli 10 oydan keyin mana shu oralikda bo'ladi. D javob. 5-savol. Linear function f. F chiziqli funksiya uchun linear function bu chiziqli funksiya uchun f5 minus 7 va slope burchak koeffitsiyenti grafikning burchak koeffitsiyenti x y tekislikda 3 ga teng. K ning qiymati 3. Bundan to'g'ri chiziq tenglamasi 3x plus b bo'ladimi? Va bizda f5imiz minus 7 tenglik bormi? O'shani joyiga yopib qo'yaman. Minus 7 teng 3 ko'paytirilgan x ning o'rniga 5 plusdan b. Bundan b ning qiymati 15 minusdan 22 bo'ladi. Demak, to'g'ri chiziq tenglamasi 3x minusdan 22. To'g'ri javob D. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol
olti. Olti bunaqa turdagi savollarni deyarli har bitta testimizda ko'rib kelganmiz. Mana uch ham har bitta testimizda deyarli uchragan. Bu yerda yangi savol hozirgacha ko'rmadik. Mana ikkinchi savol ham modellashtirishga oid, darajali modellashtirishga oid bitta savol, foizga oid birinchi savol, tezislik tuzishga doir to'rtinchi savolimiz. Har bitta mana shu savollarning har bittasi bizni o'zimizni Sattel Kirstmas kitobida mavzularning ichida bor. Xuddi shunga o'xshashlari. Oltinchi savol. X, Y tekisligida equation of circle A. A ning tenglamasi bor bizda. Endi e'tibor beradigan bo'lsam, A aylana tenglamasi x minus 2 kvadrat plusdan y minus 7 ning kvadrati teng 5 ning kvadrati. Demak, RA ning qiymati 5, radiusi 5. Endi circle B. B aylana same center. Markazi bir xil. Markazi bir xil bo'lsa, x minus 2 ning kvadrati, y minus 7 ning kvadrati teng circle A bilan bir xil. But biroq has ega ekan. Has ega. Hop, radiusga ega. Z shunaqangiki twice, 2 marta katta A ning radiusidan. 2 marta katta bo'lsa, RB ni hisoblasam bu 10 ga teng bo'ladi va 10 ning kvadrati bo'ladi. 10 ning kvadrati 100, faqatgina B javobda. To'g'ri javob demak B. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savol 7-chi savol. 7-chi savolda ham muammo yo'q. Triangle FGH shown ko'rsatilgan. Birinchi gap o'zi kirish qism geometrik masalalarda shart emas. Mana shu ko'rsatilgan right triangle deyaptimi? To'g'ri burchakli uchburchakmikan? Chizmada ham ko'rdik. What is nimaga teng? Value qiymati cosinus a. Mana bu alfa desam, cosinus alfa so'ralyapti. Bu 30 gradusmi alfa? To'g'ri burchakli uchburchak bo'lsa bu 30 gradusli bo'lsa, cosinus 30 gradus. Bu ilzosida 3 taqsim 2. To'g'ri javob C. 8-chi savol. Ko'pchilikni chalg'itgan masala, odatda bunaqa savollar ham biz testlarda bir nechtasini ko'rganmiz. Ya'ni bir nechta emas, bir necha o'nlab, hattoki bir necha 20lab ko'rganmiz desak ham bo'ladi bu turdagi savolni. Ya'ni birinchisi qanchadir miqdorda sotiladi, undan qolgan x minus bittasi qandaydir aniq bitta narxda sotiladi. Bu turdagi savollarni ham juda ham ko'p ko'rganmiz. Xo'p, endi based on the model. Modelga asoslangan holatda day 1 degani birinchi kuni. Kunning birinchi kunida 8 kun. 8 kunning birinchi kunida experiment, tajribaning 8 kunining birinchi kunida. Hop, line being plant. Gapning egasi, qayerdan bilik bu gapning egasi ekanligini? Headdan bilik. Head egamidi? Nimadir ega ekan? Estimated massa. E'tibor bering, bu so'zni bilasiz. Estimate baholangan yoki taxminiy massa. Taxminiy massamiz 253 gram ekan. Birinchi kuni 253 gram. Endi aytayaptiki, each day, har kuni after, keyin. Mana bu yerda kalit so'z turibdi. After day 1. Birinchi kundan keyin har kuni experiment degan o'sha tajribaning birinchi kunidan keyingi har kunida estimated massa, taxminiy massa decreased, kamayapti, 4 gramdan kamayapti. Demak, e'tibor beramiz mana 253 birinchi kuni mana shuncha bo'lgan. Undan keyin har kuni 4 gramdan kamaygan. Xo'p, bizdan so'rayotgan narsa x deb har doim o'sha x kundan keyingisi so'ralyapti. X kundan keyingisi so'ralsa, x ayrilgan bir kun qoladi. Mana birinchi kuni aniq bizda. Qolgan x minus 1 kun har kuni minusdan 4 dan. Ya'ni 4 gramdan kamayib boryapti. Mana shu m funksiyani berar ekan. Which equation, qaysi tenglama represent ifodalaydi this model, mana shu modelni. Bu yerda m taxminiy massasi ekan, baholangan massasi gramda, day x. Mana qarang. X-inchi kunda deyapti. X-inchi kunda. O'shandan m ning qiymatini topsam, xavfsini chiqaradigan bo'lsam 4 qo'shilib ketadi-da 257 minusdan 4x bo'ladi. Hozir mana x bu yerda kunmi, x-inchi kunmi? Mana day x. Bizda day birimiz 253 chiqish kerakmi? Haqiqatan x ga 1 bersa, mana m1 birinchi kunda 1 ni qo'yadigan bo'lsam 253 ga teng bo'ladi. O'shaning uchun javobimiz to'g'riligiga yana bir marta ishonch hosil qilsak bo'ladi. Javob D. Keyingi savol 9-savol. 9-savol. Bu savolga o'xshash savollardan ham bir necha o'nlab ishlaganmiz.
E'tibor bering, bizga funksiya berilgan. Funksiyamiz qanaqa? Funksiyani yozib olamiz. 3x plyusdan 4ta y teng 98. Buni ham biz ortiqcha joylarini tarjima qilishimiz shart emas. Ko'plab bunga doir savollar ko'rgansizlar. Xo'p, hozir nima qilamiz? Hozir shunchaki x bilan y nima ekanligini aniqlaymiz. Mana shu relationship, bog'lanish between orasida, nima orasidagi bog'lanish ekan bu? Orasida volume hajmlari mineral X hamda mineral Y. Demak, X hamda Y orasidagi hajmlarni bildirar ekan. Xo'p, buning hajmi X, mana buning hajmi Y. If agarda estimated volume of Y ning taxminiy massasi sample o'sha namunadagi 12,8. Y berilgan 12,8 ekanligi bizdan so'rayotgan narsa what is nimaga teng? Estimated taxminiy volume hajmi mineral X. Mana bu X bizdan so'ralyapti. Y ning qiymati 12,8 bo'lsa, X nimaga teng degan savol. 3 ta X qo'shilgan, 4 ko'paytirilgan Y ning o'rniga 12,8 ni qo'yamiz. Mana shuni 98 ga tenglaymiz. Bundan X ning qiymatini topadigan bo'lsam, 15 hisob kitobda adashmagan bo'lsa kalkulyator 15,6 ga teng. Xo'p, 9-savoldan keyin 10-savol. Juda ham ko'pchilik muhokamalarga sabab bo'ldi. O'zimizni guruhda ham kuzatdim, yopiq guruhimizda ham bu savol. Xo'p. Endi bu yerda men nima deya olaman? O'sha ko'pchilik B javobni belgilagan ekan. Ularda hozircha umidi bor. Agarda mana bu joyi shartida bu savollarning ko'pchiligida xato bor ekan. Biz o'zimiz to'g'rilab, xatoliklarni to'g'rilab, kamchiliklarni to'g'rilab, ustozlarning yozganlari orqali tuza oldik. Agar mana bu yerda va bu yerda A hamda B lar konstanta. Bu masalada, hozir mendagi masalada shunchaki konstanta o'zgarmas son deyapti. Agar haqiqiy imtihonda mana shuni oldida integer so'zi bo'lsa, integers butun sonlar degan so'z ishlatilganda edi, haqiqatdan bu B javobga kelar edi. Shartini menimcha hamma yodlab olgan. Birdaniga yozib ketsam bo'ladi. Tarjimasi ham shart emas. JKL uchburchak, JKL uchburchakda measure o'lchovlari angle J. J ni o'lchovi mana bu 90 B. Measure of angle K. K ni o'lchovi 66. Mana bu burchak 66 ta A. Shuni chiroyli qilib chizsak, ko'pchilikka tushunarli bo'lishi uchun joyimiz kamroq ekan. Xo'p. JKL. Xo'p, J burchagimiz 90 B, K burchagimiz 66 ta A, L burchagimiz 24 ta A. Endi qo'shadigan bo'lsam 90A plus 90B, 90A plus 90 ta B teng bo'ladi 180 ga. Bundan A plus B ning qiymati 2 ga teng bo'ladi, buni bildirasiz. Agar sizlardan haqiqatdan A va B real imtihonda integers constant degan bo'lsa, ya'ni o'zgarmas butun sonlar deganida majbur A ning qiymati ham 1 bo'lishga, B ning qiymati ham 1 bo'lishga majbur bo'lar edi. Chunki birdan katta sonni qo'yadigan bo'lsam, mana 2 ni oladigan bo'lsam, bunisi 0 bo'lishga majbur. 0 bo'la olmaydi, chunki bu burchakda. Yoki boshqa son ham manfiy son ham bo'la olmaydi, chunki A ham. Bular hammasi burchaklar, 66 ta, 24 ta. Majbur 1 va A ham B ham 1 bo'lishga majbur bo'lar edi. Va A hamda B 1 bo'lsa, K burchagimiz 66 gradus. Burchak K'imiz teng bo'lar edi. Burchak L'miz 24 gradusga teng bo'lar edi. Bundan cosinus B sin K ga teng bo'lar edi. Agar birinchi holatda haqiqatan integers degan so'zni bersa. Lekin hozir bu holatda integer degan so'zni bermaganligi uchun agar A B ga teng bo'lmasdan turib, ularning yig'indisi 2 ga teng bo'lishi mumkin-ku. Misol uchun bittasi 1,5 bo'lsa, bittasi yarim bo'lishi mumkinmi? O'sha holatda A B dan farqli bo'lsa, yoki L ning cosinus yoki mana bu A javob yoki B javob bo'lishi mumkin. A bilan B qanaqaligiga qarab, ya'ni bir-biriga teng bo'lmasligi aniq. O'shandan yoki mana bu javob bo'lishi mumkin yoki bu bo'lishi mumkin. Agar A hamda B 1 ga teng bo'lsa, bunisi ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun shunchaki konstanta degan holatida
Biz mana shu ikkita burchakni taqqoslay olmaymiz. There is not enough information bo'ladi. Ma'lumotlar yetarli emas. Compare taqqoslash uchun cosinus L bilan sinus K ni o'lchovini taqqoslash uchun ma'lumot yetarli emas bo'ladi. Chunki A bilan B teng bo'lmasa, mana bu 66 dan farqli bo'lsa, bu 24 dan farqli bo'lsa, bular bir-biriga teng bo'la olmaydi. Cosinus L ham katta bo'lib qolishi mumkin sinus K dan yoki cosinus L sinus K dan kichkina ham bo'lib qolishi mumkin A va B larga qarab. Xo'p, menimcha tushuntirib bera oldim. Hozirgi holatida agar biz biz emas, mana shu savolni o'zi yozib chiqqanlar xato yozib chiqqan bo'lsa, haqiqatdan integer degan so'zi bo'lsa, matnli masala real imtihonda bo'lgan bo'lsa, sizlar aytganday javob bo'ladi, B javob. Aks holda D javob to'g'ri mana shu turgan holatida. Xo'p, menimcha tushuntirib bera oldim. 11-chi savolga o'taman. Triangle ABC. ABC va A', B' uchburchaklar showun ko'rsatilgan. ABC uchburchak deleted hosil qilinyapti scale factor. Ya'ni ko'paytirish orqali 3 ga. Xo'p, ABC uchburchakdan hosil qilinyapti. Mana bu A', B', C' uchburchak hosil qilinyapti. Tomonlarini 3 ga ko'paytirish orqali. Hop, if agarda length of AB, AB ning uzunligi 21 ga, mana bu 21 bo'lsa, A', B', C' tomonni 3 ga ko'paytirishdan scale factor degani o'sha ko'paytuvchi o'xshashlik koeffitsiyenti desak, o'zi tarjima shunaqa o'xshashlik koeffitsiyenti. O'xshashlik koeffitsiyenti 3. 3 ga ko'paytirish orqali hosil qilinyapti. Endi bizdan so'rayotgan narsa what is nimaga teng? A', B' uzunligi. Bu 21 ko'paytirilgan 3, ya'ni 63 ga teng bo'ladi. Hop, davom etamiz. Mana shu 11-masalani yana bir qisqacha tushuntirib o'taman. ABC hamda A', B' uchburchaklar ko'rsatilgan. ABC uchburchak mana bu asosan deleted so'zini bir nechta tarjimalari bor. Bu yerda kattalashtirilyapti. Scale factor. O'sha o'xshashlik koeffitsiyenti 3 ga 3 marta kattalashtirilyapti deb tushunamiz. Triangle ABC uchburchak mana form degani A', B' uchburchak shakllantirildi yoki shakllantirilishi uchun. Grammatikaga chuqurroq kiradigan bo'lsak, buni uchun degan ma'nosi bor. A', B' uchburchak shakllantirilishi uchun 3 ga ko'paytirildi. 21 ko'paytirilgan 3 63. Keyingisi birozgina vaqtni oladigan hisob-kitoblarga oid masala 12. Xo'p, masala sharhida bizga figura ko'rsatadi, right rectangle, ya'ni to'g'ri burchakli piramidani. To'rtburchakli piramidani ko'rsatadi. L ni uzunligi 10 ga teng ekanligi bor, W ni 5 ga teng ekanligi bizda bor va H ni 11 ga teng ekanligi bor. Barcha o'lchamlar ma'lum. So'ralayotgan narsa nima? What is nimaga teng? Surface area. Sirt yuzi so'ralyapti bizdan. Sirt yuzi so'ralyapti square unitda piramidaning. Endi bu asosan kalkulyator ishlatadigan savol. Kalkulyator ishlatmasangiz buni javobini topish birozgina qiyin. Mana shu savol biz o'zimizning kitobimizda ham bor edi. Faqatgina sonlari biroz boshqacharoq, lekin hisob-kitobi mana shunaqa qiyin, xunuk sonlar. Biz nima qilamiz? Birinchi S asos yuzini hisoblab qo'yaylik. Eng osoni mana shu 50 ga. Undan so'ng SL ni topaman. Yoki HL deb qo'yay. HL. L tomoniga tushirilgan apofemas. HL teng bo'ladi. Ildiz ostida 11 ning kvadrati plyusdan mana bu 5,5 bo'ladimi? 2,5 bo'ladimi? 2,5, ya'ni 5 ni yarmi. 2,5 ning kvadrati. HL topildi. Endi ikkinchi apofemani topaman. Mana bu tomonga tushirilgan apofema. W ga tushirilgan apofemani topishim uchun xo'p, nima qilaman buni? HW desam, HW ning qiymati teng bo'ladi 11 ning kvadrati plyusdan hop L ning qiymati 11 edi, bir o'chibdi.
Bu 5,5 ning 5/5 ning kvadrati ilzosida. Mana ikkalasi ham topildi. Mana shuni ildizidan chiqarib hisob-kitob qilish kerak. Undan keyin S yonni topishim uchun S yon ikkita ko'paytirilgan. Ya'ni mana bu L tomon 11 ko'paytirilgan unga tushirilgan balandlik HL imiz 11 ning kvadrati plus 2,5 ning kvadrati ilzosida. Mana shuni ikkiga bo'lishim kerak. Ya'ni mana bu bitta yon sirti yuzini topdim. Bitta yon sirti. O'shandan ikkita bo'lganligi uchun ikkiga ko'paytirdim oldida. Plyusdan xuddi shunaqa 2 ko'paytirilgan. Endi mana bu. Mana bundan ham ikkita-yu. Bu bilan mana bu. 5 ko'paytirilgan HW ning kvadrati qiymati 11 ning kvadrati plus 5/5 ning kvadrati ilzosida. Mana shuni ikkiga bo'laman. Bitta uchburchak yuzi shunaqadan ikkita bizda. Ular qisqarib ketdi va endi mana bular ham qisqarib ketdi. S to'la sirtini topish uchun S yon hozirgi mana shu hisoblaganimga qo'shib qo'yaman S asosini. Bo'ldi. Endi hisob-kitobni to'liq bajarib vaqtlaringizni olish niyatim yo'q. Mana shuni hisoblasam 223/2 bo'ldi. 223/2. Davomida yana qanaqadir sonlari bor. Siz 5 ta belgi olishingiz kerak. O'zi mana shuning o'zi 5 ta bo'ldi. Demak, javob mana shu. 223/2. Hisob-kitob birozgina qiyinroq. Keyingi savol, 13-savol. 13-savol ham mantiqiy, juda ajoyib savol ekan. Lekin bu turdagi savollarda ham bir necha marta ishlaganmiz sizlar bilan. Given equation berilgan tenglamada kirish qism P hamda W integer konstanta. Integer degani butun, konstanta sonlar. Equation tenglamamiz has ega ekan exactly aniq one real solution. Bitta haqiqiy yechimga. Bitta haqiqiy yechim. Mana bu yerda kalit so'z yashilgan. Exactly one solution. Bitta haqiqiy yechimga ega bo'lsa. Which is qaysi not emas possible value. Mumkin bo'lgan qiymati. Mumkin qiymat. W ning mumkin bo'lgan qiymati emas quyidagilarning qaysi biri? Xo'p, kvadrat tenglama buni plus 86 teng 0 deb to'g'rilab qo'yadigan bo'lsam, bitta yechimga ega bo'lish uchun diskriminantni 0 ga tenglayman. Diskriminant p kvadrat minusdan 4 ko'paytirilgan 4 w plus 36. W plus 36 teng 0 ga. Bundan p kvadratning qiymati 4 ning kvadrati ko'paytirilgan w plus uzr mana bu 86. 86. Endi e'tibor bering. Xo'sh, bizda eng muhim joy nima edi? Integer konstanta. P bilan W integer, ya'ni butun sonimi. Endi P ning kvadrati bu 4 ning kvadrati bo'lyapti. Ya'ni ikki tomondan ildiz olsam, mana 4 ning kvadratidan 4 chiqadi. Mana bundan ham ildiz chiqadigan son bo'lishi kerak ekan. Qaytaraman. Ikki tomondan hozir P ning qiymatini topish uchun ildiz olaman. 4 da ildiz ostida W plus 86 bo'ladi, to'g'rimi? Endi 4 mana bu ildizdan chiqdi. W plus 86 ildiz chiqadigan son bo'lishi kerak. O'shaning uchun W qaysi qiymat bo'lsa ildiz chiqadi, qaysi qiymat bo'lsa ildiz chiqmaydi. Bizda mumkin bo'lmagan, ya'ni ildiz chiqmaydigan qiymat. Minus 22 ni qo'ysam W ning o'rniga 64 bo'ladimi? Ildiz chiqadi, demak bunda ildiz chiqadi. 14 ni qo'yadigan bo'lsam 100 bo'ladi, 100 dan ham ildiz chiqadi. 314 ni qo'yadigan bo'lsam 314 ga 86 400 bo'ladi, 400 dan ham ildiz chiqadi. Bizda faqatgina ildiz chiqmaydigan 25. 25 ni qo'yadigan bo'lsam ildiz chiqmay qoladi. O'shaning uchun W ning qiymati 25 bo'la olmaydi. Bizda bo'la olmaydiganini so'rayaptimi? Demak 25. 16-savol. Soni ham o'zgarmagan holatda men buni mana 8 kunlik Sattakir 8 loyihasida mana shu savolni o'zini ko'rib bergan edim. Xuddi o'zi savol ham o'zgarmagan holatda edi. Agar o'sha darsga kimdir qatnashgan bo'lsa, yaxshi o'rganib javobini eslab qolgan bo'lsa, bu savolni bitta qarab belgilab ketgan deb o'ylayman. Xo'p, e'tibor bering. Bu masalani ham mana boshidan oxirigacha o'qib, tarjima qilib chiqqiningizcha o'zi ikkinchi modul bo'lsa ikkinchi modul vaqti, birinchi modul bo'lsa birinchi modul vaqt tugaydi. O'shaning uchun nima qilasiz? Xo'p. Endi siz kalit so'zlardan foydalanasiz. Kalit so'zlar. Bir ko'z yugurtirasiz. Jarayonni ta'riflab beryapti, akkaunt ochish va hokazo, original balans $600 va hokazo. Endi mana bu yerdan boshlab qisqacha o'qiymiz. Qarang.
6 months after. 6 oydan keyin opened account. Account ochganidan 6 oydan keyin balance increased oshyapti 0,4%ga original balansning. Mana shu joyga e'tibor bering. Dastlabki 6 oy bu chiziqli o'sish bo'lgan. Chiziqli o'sish bo'lyapti. Ya'ni original balans qancha bo'lsa, original balans 600 midi, mana bu yerda yozilgan edi. Original balans akkauntda $600 edi. O'sha $600 0,4% oshiryapmiz. 1,004. Endi mana shuni hisoblasak 600 2,4 bo'ladi. Demak, 6 oydan keyingi balans 602,4 ga teng bo'ldi. 6 oy chiziqli oshdi. Demak, buni darajali qilib hisoblamaymiz. 6 oydan keyingi balans 602,4 bo'ldi. Endi nima deyapti? 8 months after. 8 oydan keyin opened account. Account ochilganidan so'ng nima bo'lyapti jarayon? Balance increased. Oshyapti. Additional qo'shimcha 0,3%. At the end of first 6 months. Mana bu yerga e'tibor bering. Dastlabki 6 oyning oxirida balans undan so'ng 0,3% dan qo'shimcha oshyapti. Endi mana bu kalit so'z. Every 2 months after, har 2 oyda, dastlabki 8 oydan keyingi har 2 oyda balance increased, o'sha balans oshadi. Additional qo'shimcha 0,3% dan oshadi. Endi 2 months before, 2 oy oldingiga nisbatan 2 oy oldingiga nisbatan 0,3% dan oshadi. Every 2 months bu yerda kalit so'z. Agar boshidan boshlab darajali oshganida biz nima qilar edik? Har 2 oy degan shu x taqsim 2 olarmidik? Endi bu yerda 6 oy chiziqli oshdi. 6 oyni ayirib tashlayman. X dan 6 oyni ayiraman. Undan so'ng har 2 oyda 0,3% oshyapti. Mana hammasi 1,003. Faqat darajasiga e'tibor beramiz. Mana bu x dan 6 oyni ayiraman. Undan so'ng har 2 oyda 0,3% oshyapti. Demak, darajasi x minus 6 taqsim 2 bo'lishi kerak. Mana bundan qarab siz belgilash kerak edi javobni. Kalit so'zlar mana shular. Every 2 months, har 2 oyda va dastlabki 6 oy original balansni 0,4% ga oshganligi uchun dastlabki 6 oy chiziqli bo'lishi kerak. Undan keyingi oylar, ya'ni x dan 6 oyni ayirib tashlaysiz, undan keyin boshlanadi darajali 0,3% dan o'sish. Shuning uchun to'g'ri javob B bo'ladi. Xuddi shu masalani ko'rgan edik 8 kunning qaysidir kunida. 15-savol. Endi bu savol men o'ylayman ko'pchilikka qiyin bo'lmagan, bitta qarab belgilagan, chunki xuddi shunga o'xshash, sonlari ham adashmasam o'zgarmagan savollarni ko'rganmiz. Xo'p, 15-savol nima deyapti? Xo'p, bu yerda birinchi gap, har doim o'zimiz qoidamiz bor. To'liq matnni o'qishimiz shart emas. Bizni savol turimiz qanaqa? Masala orqali, berilgan masala orqali funksiya aniqlash. Bu uchun biz kalit so'zlardan foydalanamiz. Kalit so'z. Qanaqa kalit so'zlar berilishi mumkin? Javoblarga qaraydigan bo'lsak, vertex form kelyapti. Vertex form. Ya'ni x0y, y0y. x0y, y0y kelyaptimi? F bilan t nima bo'lsa, o'sha t ning x0y da bergan bo'ladi va y0y ning qiymati berilgan bo'ladi. x0y da topishimiz kerak, y0y da topishimiz kerak. Chunki javoblarda o'sha berilgan. Qanday topamiz esa? Mana. Xo'p, F nima? F height. Birinchi F nima ekanligini aniqlash uchun model F model. Height balandlik ekan. Above ground, yerdan balandlik. Doim yotib ketgan. T esa second, after launched, uloqtirilgandan keyingi sekund. O'sha mana shu so'zlar har bitta masalada uchraydi. Mana shu turdagi savollarda. Uloqtirish masalalarida ayniqsa. According to model, modelga asoslangan holatda mana bu yerdan boshlangan javobi. 3 sekund after obyekt launched, obyekt uloqtirilganidan 3 sekunddan keyin reaches erishadi maksimal balandlik 276 fitga. Ya'ni t teng t0 ekan bu, t0 3 bo'lganida f ni maksimum qiymati
f ni max qiymati 276 fit bo'lar ekan. Ya'ni x nulovoy mana bu, y nulovoy mana bu. Xo'p, a hamda b javob emas. Mana d javob. 3 da 276 fit. To'g'ri javob D. Keyingi savol 16-savolga o'tamiz. O'ylaymanki, bu savol ham ko'pchilikni qiynamagan. For uchun foizlarga oid masala bir nechta miqdorlarni o'zaro foiz orqali bog'lanishiga oid savol. Buni ko'p ko'rganmiz sizlar bilan. Positive quantity, musbat miqdorlar m, q, r. Musbat miqdorlar uchun for uchun m 20% ekan, demak m teng ekan 20%ga nimaning? Mana shu yig'indining m plus q plus r. Mana shu yig'indining 20% degani 1/5 qismiga teng ekan. Vergul q teng ekan 30%ga q plus r yig'indining 30% 3/10 qism bo'ladimi? Va r ni qiymati, mana r ning qiymati is teng ekan. Bu yerda r ning qiymati aniq bizga berilgan ekan. 1526 ga. Mana r ning qiymati bor. Bu yerga qo'yamiz r ning qiymatini. Endi e'tibor bering. Mana bu birinchi tenglama, ikkinchi tenglama desam, r ni joyiga 1526 ni qo'ysam faqat q noma'lum bo'ladi, to'g'rimi? Qni o'sha chiziqli tenglamadan topa olamizmi? Q topildi. Faraz qiling, hisob kitob qildingiz. Q topilgani g'oyasini aytyapman. Q topilsa, R topilsa, mana tepaga olib borib Q ni topilgan qiymati, R ni topilgan qiymatini olib borib qo'ysam, faqatgina M noma'lum bo'ladi, to'g'rimi? Olib borib joyiga qo'yadigan bo'lsak, M ning qiymati kelib chiqadi. M ning qiymati xo'p, mana shundan 545 bo'lar ekan. 545 hisob kitob, agar kalkulyator adashmayotgan bo'lsa, mana shu sizlar vaqtlaringizni tejash uchun hisob kitoblarni javobini, natijasini yozib qo'yapman. Bo'lmasa videomiz 2-3 soatga cho'zilishi mumkin. 545. Keyingisi 17-savol. Equation gives, mana shu tenglama beradi, total cost y. Hop, y nimaligini bildik, umumiy narx ekan. Umumiy narx. Nimani? Dollardagi small business ni produce ishlab chiqarilgan x ta shirt. X nima ekan bu yerda? Y nima aniqladik. Xo'p, y total cost, x esa shirt. Ishlab chiqarilgan shortlarni soni. Bizdan savol, how many short, nechta short business produce ishlab chiqarish kerak? Total cost, umumiy narximiz, ya'ni y ning qiymati 650 bo'lishi uchun. Y qiymati 650 bo'lganida x ning qiymati nimaga teng deb so'rayapti. Shunchaki 650 ga buni tenglayman. 650 bo'lsa 450 bo'ladi, 30 ga bo'lsam 15. To'g'ri javob B. Keyingi savol 18-savol. Savolda ham menimcha qiynalmagansizlar. Obyekt traveled bosib o'tyapti. Travel bosib o'tmoq. 0,8 metr har 3 sekundda. Demak, har 3 sekundda 0,8 metr masofa bosib o'tyapti. It was motion, harakatni boshlagandan so'ng. Xo'p, if agar o'sha obyekt was motion harakatlandi 18 sekund, ya'ni 18 sekund harakatlanyapti. 18 sekund degani mana bu 18 sekund. Jam elementar 18 sekund harakatlansa, har 3 sekundda 0,8 metrdan bosib o'tsa, 18 sekund nechta 3 sekundlikdan tashkil topgan? 6 ta 3 sekundlikdan tashkil topgan. Demak, 6 marta 0,8 metrdan masofa bosib o'tadi. Demak, umumiy masofa 4,8 metr. To'g'ri, 8. 19-savol. Scatter plot shows namoyish qiladi relationship, bog'lanish. Jadvalning tepa qismi o'zi aslida bizga kerak emas. Savolni o'qisak bo'ldi. Savol eng oson turi scatter plotga oid savollarning tenglamasini aniqlash. Mana shu line base fit chizig'ining tenglamasini aniqlash. Line base fit shown. Ko'rsatilgan line base fit chizig'i best represent ifodalaydi qaysi tenglama. Endi k manfiy bo'lib turibdimi? Ko'rdilaringiz-a? K'si demak manfiy, avtomatik ikkita javob chiqib ketadi. A hamda C javobi. Endi BC musbatmi? B musbat bo'lsa, D javobim avtomatik chiqib ketadi, chunki BC manfiy, y o'qini kesayotgan nuqtasi manfiy. Bizda faqatgina B javob qoldi. -0,8x plusdan 13,3. Mana bu yerda e'tibor bersak, haqiqatdan 13,3 nuqtalarda kesib o'tayapti.
Keyingi savolimiz 20-chi savol. 20-chi savolda ham muammo yo'q. Linear function f. Chiziqli f funksiya uchun f4 ning qiymati bor hamda f8 ning qiymati bor. Mana shu yetadi bizga. x1 4 ekan, y1 teng 17. x2 ning qiymati 8 bo'lganda y2 ning qiymati 1 ga teng bo'ladi. Avval kani aniqlayman. y2 minus y1. Menimcha 100 dan ko'p marta yozganman bitta guruhda mana shu formulani. Y x2 minus x1. Sizlar ham menimcha bu formulani qayta-qayta ko'rib yodib bo'lishga ulgurdi. Mana shundan y1 minus 17 1 minus 17 taqsim 8 minus 4. Minusdan 4 ga teng kning qiymati. To'g'ri chiziq tenglamasi minusdan 4x plyusdan b. Endi 17 yu 4 nuqtani qo'ysam 17 teng minusdan 4 ko'paytirilgan 4 plyusdan b. B ning qiymati 33. Demak, to'g'ri chiziq tenglamasi D minus 4 x plus 33. 21-chi savol. 21-chi savol ham ko'pchilikka tushibdi. Xo'p, gapning egasi gapning kesibidan boshladik. Gapning egasi entomologist kimdir? Place joylashtirilyapti. Initial population dastlabki aholisini 20 ta. Demak, dastlab 20 tasini joylashtirdi. Mana bu narsani habitat. Ya'ni doimiy yashash uchun. Xo'p, dastlabki qiymati initial mana bu so'z. Dastlab degani dastlabki aholi 20 ta bo'lgan. When qachonki number o'sha soni yetganida reach degani yetmoq, erishmoq yetganida 180% ga initial population. Initial deb yozib qo'yay. Initial population nechta edi? 20 tamidi? O'sha 20 ta dastlab joylashtirilgan, undan so'ng nimadir bu jarayon sodir bo'lyapti. 120% ga yetdi initialning. Undan keyin 120% degani 20 ko'paytirilgan 180 taqsim 100 mi? Bu bilan bu qisqaradi, bular qisqarib ketadigan bo'lsa 36 ta, ya'ni 36 taga yetganida 36 ta. When qachonki o'sha 36 taga yetgan vaqtda entomologist o'sha shaxs moved ko'chirdi. Moved ko'chirdi yoki nimadir qildi desak bo'ladi. 75%ni another habitat, ya'ni ularning 75%ni boshqa joyga ko'chirdi. Boshqa yashash joyiga ko'chirdi. Ya'ni 36 taning 75% degan 3 taqsim 4 qismi mana shunchasini ko'chiryapti. Bu 27 ta bo'ladi. 27 tasini moved ko'chirdi. Bizdan so'rayotgan narsa how many nechtasi moved ko'chgan? Nechtasi ko'chdi? 27 ta ko'chdi. Oddiy foizga oid savol. Va nihoyat bugunda birinchi variantning oxirgi misoli 22-chi savol. Each of the following data. O'sha ma'lumot set, data set 5 ta value, 5 ta qiymatdan tashkil topgan ma'lumotlar to'plamining har birida p konstant, p o'zgarmas son. Which of these data set, bu ma'lumotlar to'plamining qaysi biri has ega largest standard deviation, eng katta standard deviationga ega. Endi standard deviationni biz darsimizda o'sha kitobimizda ham yoki guruhlarimizda darsimizda ham mana shuni bor yo'q aslida 3 tagina xossasi bor. Ixtiyoriy SATning keladigan misoli o'sha 3 ta xossani birortasiga tushadi. Bu yerda eng katta standard deviation bo'lishi. Standard deviation qachon kattalashadi? O'rtacha qiymatdan har bitta element qancha uzoqlashib boraversa, standard deviation kattalashib boraveradi. O'rtacha qiymatga qancha yaqinlashsa har bitta element qanchalik yaqin bo'lsa, standard deviation shunchalik kichik bo'ladi. Hozir bu yerda hop e'tibor qilamiz. Mana tepadagi ikkita javobga qaraydigan bo'lsa, mana bu C eng kichik, hammasi P ga teng. Hammasi o'sha o'rtacha qiymat ham P ga teng, qolganlari ham P ga teng. Eng kichigi bu. Undan keyingisi xo'sh, e'tibor beringlar, mana bu yerda qarang. O'rtacha qiymat P mi? O'rtacha qiymat P bo'lsa, mana bu o'rtada turibdi. Ikkita elementi ham unga teng. Ha, ikkita elementi sal chetlashgan. Lekin mana bunda hammasi bitta-bitta farq qiladi. O'rtacha qiymat P bo'lsa, bu bitta qo'shilgan
Mana bu bitta uzoqlikda, bu ikkita uzoqlikda. Bitta uzoqlikda, bu ikkita uzoqlikda. Lekin D javobga e'tibor beradigan bo'lsak, D javob. O'rtacha qiymat mana bu P bo'lsa, bu plyusdan 4, plyusdan 5. 4 birlik uzoqlikda, bu 5 birlik uzoqlikda. Mana bu ham 4 birlik uzoqlikda, bu ham 5 birlik uzoqlikda chapda. Demak, mana shu o'rtacha qiymatdan elementlari eng uzoq joylashgan, qolgan elementlari o'rtacha qiymatdan eng uzoq joylashganligi uchun standard deviation D javobda. Mana D javobda standard deviation D deb belgilasam, mana shu eng katta qiymat bo'ladi. Standard deviationning xossasidan foydalanib ketdik xolos. Bunda ham hech qanaqa hisob-kitob qilish shart emas, mantiqiy xulosa chiqarish. Va nihoyat sizlar bilan 22 ta 14-mart imtihoni savollarini tugatib bo'ldik. Xo'p, xudo xolasa bundan keyingi 22-variant, 3-variant va hokazo 4-variant savollarini, yechimlarini ham chiqarishga harakat qilamiz. Bizda deyarli 400 ga yaqin savollar bazasi topildi. Bu safar shuni bildikki, mana shu safarga SAT, ya'ni College Board tashkiloti birozgina kattaroq baza yiqqan va ba'zi o'qituvchilarga tushgan savollar, bir nechta o'qituvchilarga tushgan savollar deyarli soni bir xil tushgan misollar kam. Misol, bir kishiga boshqa sonlarda tushgan bo'lsa, boshqa kishiga boshqacharoq sonlar yoki bitta misol deyarli o'xshash, lekin salgina shartida bir-biridan farqi bor. Yopiq rus so'zlaridan ham bir nechtasini tahlil qilganimizda xuddi shuni sezdik. Savollar o'xshash, lekin shartida birozgina farqi bor. O'zimizni qo'limizdagi savollar. Mana bu savollar ham sizlarga imtihonga kirgan kimgadir bittasi, kimgadir 4 tasi, kimgadir 9 tasi, kimgadir 11 tasi tushgan bo'lishi mumkin yoki ba'zilarga hech qaysi tushmagan ham bo'lish ehtimoli bor, lekin shunga o'xshash savollar tushganligi aniq. Bundan keyingi savollarni chiqarishimiz uchun hoziroq YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Agar sizga videodan bitta bo'lsa ham kichik manfaat olgan bo'lsangiz, videomiz ko'proq ustozlarga va o'quvchilarga yetib borishi uchun like tugmasini bosib qo'ying. Izohda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Agar kim videoni oxirigacha yetgan bo'lsa, mana shu 22 ta savolni nechtasi sizga tushdi yoki mana shu savollarga o'xshash nechta savol sizga tushdi? Izohda fikrlaringizni kutib qolaman. Demak, bugungi videoni yakunlaymiz. Oxirigacha tomosha qilgan barchaga rahmat.